Muhim tanlov bor. Daromadiy tanlovimiz bor. Savdo marhamat. Prezentatsiya mumkinmi? Sardor Vaisov. Xorazmga xush kelibsizlar. Rahmat. Hammaga salom do'stlar, sizlar ham xush kelibsizlar. Xudo xohlasa hozir prezentatsiyamizni hozir. Men ko'p vaqt olmayman, 5 minut 10 minut. Xudo xohlasa. Prezentatsiyam bor. Avvalambor men kiber xavfsizlik haqida so'zlayapman do'stlar. Bilasizlar, shu masalan pul topishimiz yoki uni saqlashimiz oldin uni xavfsizligini ham ta'minlab qo'ya olishimiz kerak. Hozirgi kunda juda ham ko'p ko'rib turibmiz, ya Telegramda APK fayllar kelib yotibdi. Fake brokerlarda hisob raqamlarini ochib berib, manage qilib telefonlashib sizlar bilan savdo jarayonlarini olib borib yotibdi. Nima deydi, sizlarga oson tuyulib turibdi pul topish. Bu yerda qandaydir podvod bo'lishi mumkin-da. Masalan, bizlar ham mana trading deymiz, 50 ming, 100 ming, 200 ming dollar deymiz. Bu narsalar ham oson emas. Uni izinda nima deydi, bizlarning shu mehnatlarimiz, og'am bilimlarimiz, tajribalarimiz yotadi u pullarni vida olib chiqib ketib kelsamizda tushuncha. Shuning uchun avvalambor kiber xavfsizlik madaniyatini sal o'zlarimizda oshirib olsak, dальнейший ishlarimiz yaxshi bo'ladi. Уже texnologik rivojlanish proseslarida yetib boradi. Davrlarimiz Tohir akam boya aytib o'tdi, zamon yengillashmoqda. Shunday desa, shu texnologiya hayotimizga уже juda ham katta ta'sir bilan kirib keladi har tarafdan. Keyingi slayd o'tirsak bo'ladi. Demak, bizda hozir kripto oshni 8-mavsumi bo'lib turibdi bizda. Bizda shu Xorazm Forex, Apex Bank va T-Kripto jamoasi tashrif buyurgan. Xudo xohlasa mutaxassislarimiz, bank xodimlari sizlarga shu eksklyuzivniy kripto kartalarini taqdim etish uchun, cho'ra o'z bilimlarini, tajribalarini berish uchun kelib turibdilar. Boshqa holatlardan ofislarimizda xudo xohlasa sizlarning savollaringizga javoblarni berib bilamiz. Yana bir anonsli moment, T-Kripto bu nima deydi, shu kriptovalyutani oldi-sotdi qilish platformasi. Ya'ni internetda ko'p ko'rasizlar-ku. Mana shu nima deydi, norasmiy oldi berdi aytgani uchun olib qo'ygan. Davlat tomonidan musodara bo'lgan. Bu T-Kripto 100% rasmiy oldi-sotdi faoliyatini olib boradi sizlarga. Shu 10 ming dollar sotib olasizlarmi, 100 ming dollar pul yechasizlarmi, farqi yo'q. Bu narsalarni hozircha onlayn ko'rinishida bo'lib turibdi. Xudo xolasa endi biz shu переговорlarni o'tib turibmiz. Bu narsani offline exchange, ya'ni Toshkentda hozir faoliyatini yuritib turibdi, kripto shoplar mavjud. Borasizlar shu yerda prямо bankka pul bergandan keyin o'zi berasizlar, sizlarni Telegram kripto kashlyoplarida pulni o'tirib beradilar. Bu narsani shu o'zlarimizning Xorazmda tez orada yo'lga qo'yish istagimiz bor. Shu prямо prop kompaniyalardan yechadi do'stlarimiz. Real hisoblardan yechadilar kriptolar. Bemalol oldi-sotdi etilaveradi bu yerdan xudo xolasa. Keyingi slaydni bir bosib bersak. Tak, Kascoin Club bizda yangi loyiha do'stlar, bular ham Kastoken fundament asosida ishlab turibdi. Buni xudo xolasa yaqin orada Telegramlarimiz, Instagramlarimiz orqali katta anonslarni qilamiz. Bu yerda ham juda ham ko'p funksiyonallar mavjud. Именно shu daromad qilish manbai bo'yicha, investitsiya manbai bo'yicha, ichki aksiyadorlar jamiyati, tashqi aksiyadorlar jamiyati degan tushunchalar mavjud. Bu yerda уже odatiy biladigan fermer xo'jaliklari bor yoki bir qandaydir ishlab chiqarish zavodlari bor. Ular kelgusida o'zini shu nima deydi, aksiyalarini shu platformada joylash mumkin. Biz bu aksiyalarni sotib olgan holda sarmoyador bo'lishimiz mumkin shu fermerning ishini masalan. Fermer esa bu mablag'larda o'zining ishini bitiradi, boshqa aytadi. Shunday unikalniy bir loyiha ishga tushyapti. Hali anonslarini tez orada qilamiz. Bundan xudo xolasa oddiy ishtirokchi, investor sifatida yoki shu fermer xo'jaligi sifatida bu narsalarda qatnashsa bo'ladi. Bundan bir orqaga qaytarib beringlar slaydni. Xorazm Forex haqida ozgina tushuncha berib o'tacakman. O'zi ko'pchiligingiz bilasizlar, Xorazm Forex akademiyamiz bor bizning.
kiberxavfsizlikka o'tib ketibdi. Xorazm Forex Akademiyasi juda ham ko'p tajribaga ega do'stlar bu trading sohasida. Shu men dadam 2007-yildan beri forex bozorlarida, jahon bozorlarida savdo-sotiq ishlarini olib boradi. Bu hamma opit, meni tajribam, dadamning tajribalari shu Xorazm Forexda yig'ilgan. Bu bir nodida soha, kasb. Bu narsaga ham hozir juda ham ko'p qiziqishlar bo'lib turibdi. Juda ham ko'p даже oramizdagi do'stlarimiz, birodarlarimiz ham savdo qiladi o'zi, trading bilan shug'ullanadi. Prop hisoblarda, real hisoblarda уже juda ham ko'p intereslar mavjud bu sohaga. Bu narsada men bir aytadigan narsam shu bilim, tajriba kerak va stabillikka intilish kerak. Hozir internetda ko'ramiz balandparvoz narsalarni, masalan shu $500 tashlab turib 5 ming yetdi, 10 ming yetdi. Bunga emas, 10 ming dollar sizlar bir oyda $500 tashlasin, nima shundayroq plan bilan уже yurish kerak. Agar o'zimizda shu kattaroq mablag' bo'lmasa ham bizda navbat prop kompaniyalar bor. Prop kompaniyalardan ko'p aytaman men shu $100 ming shotni 1% dan $1000 sizlarga pul olib kelishi mumkin kelgusida. Shunday. Keyingi slaydlarimiz nima edi? Zifandex prop kompaniyasi ham do'stlar bu anons, xudo xolasa pre-sale jarayonlarini ishga tushamiz. Bu butun shu MDH davlatlarida zo'r uslovlardagi yangi prop kompaniya sifatida kirib kelyapti. Уже biz buni loyihalashtirib bo'ldik, texnologik решенияларni qildik. Endi уже mijozlarimizga taqdim etish jarayonining fazasidan o'tib boshlaymiz. Pre-sale'dagi ko'pchilik biladi do'stlar, kanallarimiz bor. Yaxshi narxlarda qo'shilib olsanglar bo'ladi. Bu narsani o'zlaringiz ko'rib, tushunib, bilib qaraverasizlar. Bo'ldi, keyingi slaydda nomimiz bor bizning. Ajoyib, hammasi haqida o'zi so'zladim. Hammaga rahmat tashrif uchun. Salomat bo'ling. Tohir aka.